Hurmatli mijozlar, bugun navbatdagi videoyimizda o'zimizda chiqayotgan XPS mahsulotimizni qisqacha test qilib, video qilib ko'rsatib beramiz. Ushbu videoyimizda bizning mahsulot Topripol shlankalarni qanchalik puxta ushlab turishini ko'rsatib beramiz. Hurmatli mijozlar, ushbu videoyimizda sizlarga Topripolni qanaqa montaj qilinishi emas, bizning o'zimizning XPS mahsulotimizni skobani qanaqa darajada puxta pishiq ushlab turishi haqida qisqagina ma'lumot bermoqchi edim. Har bir mahsulotda o'ziga yarasha normativlari, standartlari bo'lgani kabi, ushbu XPS mahsulotlarning o'ziga yarasha standartlari va normativlari bor. Jahon standartida XPS bo'yicha eng katta birinchi qo'yiladigan talab bu uning zichligi, ya'ni plotnosti bo'ladi. Biz ko'p mamlakatlarga chiqqanimizda ko'rganmiz. Chet elda 30 va undan yuqori plotnosda XPS mahsulotlari ishlatiladi. Lekin afsuski O'zbekistonda ushbu mahsulot o'sha ko'pchilik mayli biron mahsulot o'sha gap yomonlashamas-u, sal pastroqqa tushirib olishyapti. Bizning mahsulotimizni jahon standartlariga moslab 30 plotnosdan kam bo'lmagan holatda, ya'ni 30 plotnosdan yuqori ikkili listimizni 33, 34 chiqadi, uchligimiz 32, 33, beshligimiz 30 dan kam bo'lmaydi. Ya'ni определенный mahsulot kattalashgan sal plotnosti tushadi. Lekin bizda shunda ham 30 plotnosdan pastga tushirmaymiz. O'shaning uchun adashmanglar, B-pleksni tanlanglar, yutqizmaysizlar. Bu videoyimizda biza Topripol shlankalar qanaqa montaj qilinadi emas. Bu prosta biza o'zimizning mahsulotni qanchalik Topripol shlankasini puxta ushlab tura olishi haqida video qildik. Shlankalarning montajiga e'tibor bermaysizlar. Biz santexnika emas, biz qo'ldan kelgancha qilib berdik. Bu yerda asosiy maqsad qanchalik darajada bizning mahsulot skobani ushlab tura oladi. O'shaning uchun sababi qurilish jarayonida mana bu ushbu holatga kelgandan keyin beton quyish jarayoni bo'ladi. O'sha beton quyish jarayonida arava kiradi, kimdirdir nasosni olib kiradi, kirili qo'lda ruchnoy bo'lganda har xil mana oyoq bilan turtilish, o'shaga holatda chiqib ketmasligi, o'sha narsani ko'rsatib berish haqida bo'ldi.